Raqobat tobora kuchayib borayotgan mehnat bozorida oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifasi bitiruvchilarga faqat nazariy bilim berish emas, balki ularni amaliy ko'nikmaga ega, sohaning ichki mexanizmlaridan xabardor kadrlar etib yetishtirishdan iborat. Namangan davlat universitetida, xususan iqtisodiyot fakultetida aynan shu maqsad va yo'nalishda izchil va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joriy o'quv yilida fakultetning iqtisodiyot yo'nalishi, tarmoqlar va sohalar bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida 34 nafar, sirtqi ta'lim shaklida esa 170 nafar talaba tamomlaydi. Birgina turizm yo'nalishi bo'yicha 33 nafar, mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish yo'nalishida esa 19 nafar bitiruvchi oliy ta'lim bosqichini yakunlash arafasida. Fakultetda nafaqat son, balki sifat jihatidan ham malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bitiruvchilar faqat auditoriyada nazariy bilim olish bilan cheklanib qolmayapti. Hozirda ular viloyatdagi 20 dan ortiq iqtisodiy muassasa va korxonalarda, shuningdek, undan ortiq mehmonxona va turizm obyektlarida bitiruv oldi amaliyotlarini o'tamoqda. Bu orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda mustahkamlab, real ish jarayonida o'zlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Qolaversa, talabalarimizni nazariy olgan bilimlarini amaliyotga joriy qilish bilan bir qatorda mehnat bozorida kelgusida yetakchi mutaxassis bo'lib o'z o'rinlarini topishga ko'maklashishdan iborat. Shuningdek, bu ishlarni amalga oshirishda biz viloyatimizdagi iqtisodiy korxona va muassasalar bilan birgalikda uzviy hamkorlikni amalga oshirib kelmoqdamiz. Darvoqe, ta'kidlab o'tilganidek, bitiruvchilar amaliyot o'tayotgan tashkilotlar orasida Soliq va statistika boshqarmalari, Kapital bank, Ipak yo'li banki kabi nufuzli moliyaviy institutlar, Shedevr Plaza va Axskent mehmonxonalari kabi zamonaviy xizmat ko'rsatish obyektlari mavjud. Har bir talaba o'z yo'nalishiga mos amaliyot o'rinlariga joylashtirilgan bo'lib, ular bilan tajribali ustozlar va rahbarlar individual tarzda ish olib bormoqdalar. Viloyat soliq idoralarida amaliyotni o'tayotgan talabalarga biz asosan soliq qonunchiligidagi yangiliklarni, o'zgarishlarni tushuntirib boryapmiz. Shu bilan birga ular shaxsiy kabinetga kirish, elektron hisob fakturalarni qanday jo'natish, hisobotlar yuborish kabi tadbirkorlar bilan bo'ladigan muloqot jarayonlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, sohaga bo'lgan qiziqishlari, intilishlari yanada ortib boryapti. Tabiiyki, bu jarayon ikki tomonlama foyda keltirmoqda. Talabalar tajriba orttirsa, korxonalar esa yosh, bilimli, tashabbuskor kadrlar bilan yaqindan tanishib, kelgusida ishga qabul qilinadigan mutaxassislar haqida oldindan xulosa chiqarish imkoniga ega bo'layotgan bo'lsa, amaliyot davrida o'z bilimi, qobiliyat va salohiyatini namoyon eta olgan talabalar kelajakda o'sha korxonalarning doimiy ishchi xodimlariga aylanish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Amaliyot nafaqat kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, balki jamoada ishlash, mas'uliyatni his qilish va mehnat muhitiga moslashishda muhim rol o'ynayapti. Bu bosqich kelajakdagi faoliyatimiz uchun mustahkam, poydevor bo'lib xizmat qiladi. Eng quvonarlisi shundaki, joriy yilda iqtisodiyot fakultetining aksariyat bitiruvchilari viloyatning bir qator tumanlaridagi iqtisodiyot sohalariga, jumladan bank, soliq, turizm va boshqa xizmat ko'rsatish yo'nalishlariga hozirdanoq ishga qabul qilingan. Bu esa fakultetda olib borilayotgan ta'lim va amaliyot uyg'unligining kutilgan ijobiy natijasidir. Xulosa qilib aytganda, Namangan davlat universiteti bugun nafaqat nazariy bilim beruvchi ta'lim maskani, balki amaliy ko'nikmaga ega, mehnat bozori talablariga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni yetishtirayotgan tayanch o'quv dargohiga aylanib bormoqda. Bilimli, malakali kadrlar esa mamlakatimiz taraqqiyotida yetakchi kuch hisoblanadi.